Diqqat qiling, tezkor xabar. 1 avgustdan boshlab avtomobillarga gaz quyish mutlaqo tekin bo'ladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 1 avgustdan boshlab avtomobillarga gaz quyish mutlaqo tekin bo'ladi. Qayerda deysizmi? Eronda. Mamlakatda aholini qo'llab-quvvatlash uchun hamjihatlik maqsadida 1000 dan ortiq gaz quyish shoxobchalari aynan gazda yuradigan avtomobillar uchun bepul aksiya o'tkazmoqda. Bugun qancha eronliklar uchun birlashamiz? Eron xalqi uchun bepul gaz nomli kompaniya mamlakat bo'ylab 1000 dan ortiq gaz quyish shoxobchasi ishtirokida amalga oshiriladi. Eron dunyodagi eng yirik tabiiy gaz zaxiralariga boy bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Shu bois transport sohasida siqilgan gaz ulushini oshirish, ichki bozorda esa benzin iste'molini kamaytirish asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi, deyilgan xabarda.